Alpomish qadimiy turkiy tilda yozilgan doston. Alpomish o'zbek xalq og'zaki badiiy ijoddagi qahramon personaj. Turkiy xalqlarda og'izdan og'izga o'tib kelayotgan biylarning sardori. Turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan. Alpomishning qoraqalpoq, qozoq, oltoy versiyalari doston shaklida, tatar va boshqirt versiyalari ertak va rivoyat shaklida bizgacha yetib kelgan. O'zbeklar Alpomish, qoraqalpoqlar Alpamis, qozoqlar Alpamis Batir, oltoyliklar Apip Manash, Qozon tatarlari Alpamsha, boshqirdlar Alpamisha va Barsin Hilu deb nomlaganlar. Alpomish dostoni bundan 1000 yil oldin turkiy xalqlarning qadim dostonchilik an'analari asosida xalq og'zaki ijodi namunasi sifatida yaxlit doston shaklini olgan bo'lsa-da, aslida Alpomish dostonining eng qadim qatlamlari miloddan avvalgi 100 yilliklarda yurtimizda kechgan jarayonlarning badiiy talqinini o'zida aks ettirgan. Alpomish dostoni qahramonlik, mardlik, vatanparvarlik, turli elatlar va xalqlarning birodarligi, sevgi va sadoqat, oila mustahkamligi va urug' birligini kuylovchi ulkan eposdir. Alpomish dostoni badiiy barkamol asar. Unda o'zbek xalqi she'riy dostonining buyuk qudrati to'laligicha namoyon bo'lgan. Alpomishning slovak tilida nasriy bayoni, rus tilida badiiy tarjimasi nashr etilgan. Undan parchalar ingliz tilida e'lon qilingan. Doston turk tilida tarjima qilindi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga hamda UNESCOning 1999-yilgi tadbirlar rejasiga binoan O'zbekistonda 1999-yil noyabrda Alpomish dostonining 1000 yilligi keng nishonlandi. So'nggi tantanalar Termiz shahrida bo'lib o'tdi. Shu munosabat bilan bu yerda xalqaro ilmiy konferensiya o'tkazildi. Alpomish nomidagi bog' barpo etildi va xalq qahramoniga haykal ochildi. Alpomishning atoqli xalq baxshilari kuylagan variantlari qayta nashr etildi. Doston haqida hujjatli va badiiy film, uning motivlari asosida teatr spektakllari yaratildi. Bu dostonda Alpomish laqabli Hakimbek degan qo'rqmas pahlavonning amakisi bilan sevgilisi Barchinoyni yovuz qalmoqlar yurtidan qutqarib kelishi va murod maqsadida yetishi juda jonli tasvirlangan. Alpomish qalmoqlar yurtiga ko'p qiyinchiliklarga, hiyla nayranglarga duch kelib, ularni mardona yengib o'tadi. O'zining mardligi, haqqoniyligi tufayli qalmoqlar yurtidan ham, o'z yurt vatanida ham adolatli qaror toptiradi. Ushbu dostonda o'zbeklarning fe'l-atvori juda mahorat bilan tasvirlangan. Alpomish dostonini ta'bir joiz bo'lsa, xalqimizning qo'hna marosimlar, urf-odatlar, irim-sirim, tabularining qomusi deb atash mumkin. Chunki hech bir eposda xalqimizning maishiy hayoti bunchalik keng ko'lamda o'zining badiiy ifodasini topmagan. Farzandning tug'ilishidan oldin ovga chiqmoq, suyunchi olmoq, farzandning tug'ilishi, farzandga ism qo'ymoq, etagiga solmoq, beshik to'y, to'y maslahati, jarchi qo'ymoq, chufurron kabi turli xil odat va marosimlarning Alpomish eposidan joy olishi muhim ahamiyatga ega va ular maxsus tadqiqotlarni talab etadi. Aziz kitobxonlar, barchangizni Alpomish dostonini o'qishlaringizni so'rab qolamiz.